shaxsiy hayotimga mashhurlik ta'sir qildi. Albatta ko'chada ko'rib odamlar, lekin ko'chada odam ko'rsa meni kelib rasmga tushsa o'zimdan katta onaxonlar bir g'alati bo'lib ketaman. Nilovkada. Kichkina qizchalar kelib rasmga tushadi. Ham приятно, ham nilovkada. Voy, g'alati bo'laman-da. Svizda mashhurmanmi? O'zim hazm qila olganim yo'q hali. Qarindoshlarim orasida qo'ni-qo'shnilar, o'zi asli Surxondaryoliman-da. Surxondaryoga borsam ham, ko'chada yursam, ba'zi odam taniydi. Voy, qizku. Lekin ko'pincha odamlar yonimga kelishga qo'rqishadi, bilmayman. Hozir aytdingiz-ku, siz stroga o'tiribsiz, kayfiyatingiz yo'q. Ko'chada ham shunaqa yuraman-da men. Ko'chada ham shunaqa, расслабиться qilsam yuzimni, как будто bu hayotdan xafa odamdek bo'lib qolaman-da. Shuncha iloji boricha qoshimni ko'tarib yurishga harakat qilaman undan. Bilmadim, odamlar oldimga kelishga qo'rqadi. Yozishadi keyin Instagramdan. Sizni ko'rdik ko'chada, yoningizga kelishga qo'rqdik. Men o'zim og'mat ishlab olmayman, kemuringlar deyman. Shu mazza lekin. Mazza. Yo mashhurlik yuk deb hisoblamayman buni, lekin приятно. Odamlar yaxshi ko'rib, voy men sizni kuzataman, katta ayollar. Va zo'r o'ynaysiz-da, anaqada deb kompliment bersa ko'chada. Mazza.